Siz 1000 ta like bosdingiz va men eng kuchli afsungarlar videosini tayyorladim. Top 10 reytingni tuzish uchun sizlardan kanalda so'rovnoma o'tkazdik va ko'pchilik o'zini sevimli qahramonini birinchi o'ringa qo'ydi. Bugun men shu bahslarga nuqta qo'yaman. Har bir afsungarning sehr turi qanday, qaysi janglarda o'zini juda kuchli ko'rsatgan, nima uchun boshqalar emas, aynan u shu o'rinda. Men super muxlis va bugun shu haqida gapirib beraman. Agar iblislar va elflarni ham solishtirishimni xohlasangiz, bu videoni ham chiqaraman, ammo bu uchun 10 ming ta obunachi yig'ib berishingiz kerak. Shuning uchun ham hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosing va Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Chunki u yerda muxlislar bilan so'rovnomalar, xullas qiziqarli ma'lumotlar bo'ladi. Havonalar video ostida. Ruxsat bersangiz, bu videoni rasmiyatchiliksiz erkinroq gapirmoqchiman. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. O'ninchi o'rinda William Vengeance. Hammasidan ham eng kuchli oltin tong bo'linmasi kapitani William Vengeance. Clever qirolligining eng kuchli va elita afsungarlar bo'linmasi bo'lgan Oltin tong guruhining kapitani. U uzoq vaqt davomida sehrgarlar qiroli Julius Novachronaga eng yaqin inson va uni taxt vorisi hisoblanib kelindi. William shunchaki zodagon emas, u butun qirollikda yagona bo'lgan dahshatli va keng qamrovli dunyo daraxti sehri egasi. Uni sehri qanday ishlaydi? William jang mobaynida shunday ulkan dunyo daraxtini o'stiradiki, bu daraxtlar raqibining jismoniy hujumlarini qaytarish bilan birga, ularda butun boshli sehrli quvvati, ya'ni ma'nasini shunchaki o'ziga ozuqa qilib so'rib oladi. Raqib qanchalik kuchli afsun ishlatmasin, Williamning daraxtlari uni quruq cho'pga aylantirib qo'yadi. Buning ustiga u o'zining hayotiy energiyani uzatish qobiliyati orqali butun boshli armiyani bir soniyada davolab, ularga cheksiz quvvat bera oladi. U ham daraxt sehridan foydalanib qurollar yaratishi, ularni hujum qilishda ishlatishi, ham himoyada ishlatishi, ham qo'llab-quvvatlovchi vazifasini bajarib, mutlaq universal askarga aylana oladi. Qaqa qirolligi urushida William o'z guruhini himoya qilish uchun oliy iblis kuchi bilan kelgan Zenonga qarshi oxirigacha kurashdi. U og'ir jarohat olgan bo'lsa-da, o'zini dunyo daraxti sehridan foydalanib, o'z bo'linmasini butunlay himoya qila oldi va dushmanni sehr maydonini parchalashga zamin yaratdi. Final arkasida u o'zini dahshatli kuchi yordamida kapitan Yamiga tilla daraxt yog'ochidan yasalgan yangi katana taqdim etdi. Bu qurol orqali ular iblislarga qarshi kuchli jang qilishdi. Undan tashqari Williamning tanasida elf qayta uyg'ongan. To'g'ri, keyinchalik bu elf Williamning tanasidan chiqib ketdi, lekin baribir uning chakra qoldiqlari va qudratidan parchalar qoladi. Bu ham uni keyinchalik kuchayishiga hissa qo'shdi. Xullas, strategik ongi, har qanday sehrni o'ziga ozuqa qilib oladigan dunyo daraxti va butun bir qirollik ritsarlari orqasidan ergashtira oladigan obro'si sababli William Vengeance mani reytingimda mutlaq haqli ravishda 10-o'rinni egalladi. 9-o'rin Ichika Yami. Avvalambor mangani o'qimaganlar uchun tanishtirsam, Ichika bu qora buqalar kapitani Tsukihiro Yamining singlisi. Ichika Clever qirolligidan uzoqda, Yaponiyada yashaydi va Yaponiyaning eng kuchli 7 ta jangchilari qatorida turadi. Bu jangchilarni mahalliy aholi Ryuzen 7ligi deb ataydi, hamda ular afsungar ritsarlar kapitanlari bilan teng kuchga ega. Xuddi akasi kabi Ichika ham zulmat sehri va kidan foydalana oladi. Ki bu mavjudotlarni tiriklik energiyasi. Kiyni his qila olsangiz, uni radar sifatida ishlatib, orqangizda turgan odamni ham, devor orqasida turgan odamni ham his qila olasiz va kimligini ham bila olasiz. Endi sizlarni bilmadim-u, Ichika bu ishni qila oladi. Qizaloqda yana bir ustunligi bu Z10. Faqat Ryuzen 7ligi ishlata oladigan bu narsa ki hamda ma'nani birlashtirish orqali hosil bo'ladi. U sehrni portlovchi kuchga aylantiradi. Ichikani Yaponiyada yashaydi deb aytdim. Demak, Yaponiya haqida nima bilamiz? Sakura, Naruto, anime va albatta katana. Ichika ham katana bilan juda ajoyib jang qiladi va o'zini katanasiga zulmat sehrini ham singdiradi. Sehr turlari ko'pchilikda bir xil bo'lishi mumkin, ammo u odamni qanday qilib mashq qilishi, dunyo qarashi va shaxsiyatiga qarab turli usullardan foydalaniladi. Ichika ham jang qilish uchun qora jangchi sehrini ishlatib, zulmatdan samuraylar sovutini yaratib oladi. Bu unga tezlik, kuch va chidamlilik kabi predmetlarni beradi. Qora yulduz texnikasi yordamida qora tuynuk yaratib, undan dushmanni o'ziga tortadi yoki itarishda foydalanishi mumkin.
Xuddi Reneganda qaysidir Tensei degan texnikasi bor edi, o'shanga o'xshagan narsa. Eng qizig'i, u qora yarim oy nomli texnikaga ega. Bu texnika yordamida mabutlar tomonidan qamab qo'yilgan ajdarxoni bir urinishda boshini kesib tashlash mumkin. Avvaliga Ichikani o'rniga Langris va Fugilionni qo'yaman deb o'ylagandim. Biroq Langris hali o'zini cho'qqisiga chiqmagan va bir dona ham alohida jihati yo'q. Fugilionning alohida jihati esa Salamandra. Ha, u rostdan ham juda kuchli afsungar. Ammo Salamandra bilan birlashish hali qo'lidan kelmagan. Faqat uy hayvoni kabi boqadi yoki olov ochishda ishlatadi. Bu bilan u hali alfa jodugarga aylanmagan. Ichika Tsukihiro esa zulmat sehri bilan eng qudratli mavjudot, iblisni osongina jarohatlay oladi. Qaysidir bezbetlarga qiziq bo'lsa, Ichika 15-16 yoshli qizaloq emas, u 24 yoshda. Siz haqingizda bitta fakt aytaman. Siz Telegram ishlatasiz. Chunki Telegram O'zbekistondagi eng ko'p odam foydalanadigan ijtimoiy tarmoq. Va Telegramda Telegram Premium funksiyasi bor. Bu funksiyani olish uchun siz James Fire servisiga murojaat qilishingiz mumkin. Xohlasangiz sovg'a ko'rinishda, xohlasangiz akkauntingizga kirib olib berishadi. Barcha narxlar bozordagi hamma bilan raqobatlasha oladi. Nafaqat Telegram Premium, hattoki Telegram uchun Stars olib berishlari yoki o'yinlarga donat qilib berishlari ham mumkin. Xullas, James Fire eng ideal servis. Undan tashqari bizni kontentlarimiz chiqishini ham qo'llab-quvvatlayaptilar. Buning uchun alohida respekt. Shuning uchun sizlardan so'rab qolaman, kommentariyada James Fire'ga ham rahmat aytib ketamiz. 8-o'rinda Nasht Faust. Haligi kimsan? Qora buqalarning vitse-kapitani. Naxt. Bilaman, ko'pchilik uni umuman kuchiga ishonmaydi. Hattoki tanimaydiganlar ham kommentariyamizda bo'lsa kerak. Bu katta xato. Nasht Faust kim? U qora buqalar jamoasini yashirin vitse-kapitani. Nega yashirin? Chunki u asosan Qarg'a qirolligida josuslik qilib yurgan. Shu sababdan animeda uni deyarli ko'rmaganmiz. Yami Tsukihiro va Ulian Vengeance zulmat uchligi tomonidan o'g'irlab ketilganida Nasht Clever qirolligiga qaytadi va Qarg'a qirolligiga bo'lgan hujumda yetakchilik qildi. Uning kuchi haqida nimalarni bilamiz? Nashtning sehri bu soya sehri hisoblanib, soyadan qo'llar, qurollar yaratishi mumkin. Yana bir ustunlik u soyalar ichiga kirib, u yerda yashirilishi yoki soyadan soyaga teleportatsiya qilishi mumkin. Agar xohlasa, soyadan eshik paydo qilib, ko'plab odamlarni birdaniga teleportatsiya qila oladi. Bu orqali u bo'shliq sehrgarni ham o'rnini bosadi. Nashtni eng katta ustunligi u 4 ta iblis bilan shartnoma tuzgan. 4 ta bir vaqtda. Animada boshqa hali hech kim bir vaqtda 4 ta iblis bilan shartnoma qila olmagan. Har bir iblis alohida kuch beradi. Gemadola bilan birlashish orqali o'z klonlarini yaratishi va ko'rinishini o'zgartirishi mumkin. Slotus bilan birlashish unga yuqori darajali chidamlilik va himoyani beradi. Plumeda iblisi esa sezgirlik va tezlik kuchini beradi. Oxirgisi Valgner iblisi esa qanotlar va tovush orqali falaj qilish kuchini beradi. Biroq bu iblislarni barchasi o'rta darajali iblislar. Nasht birorta ham oliy iblisni bo'ysundira olmagan. Biroq bu 4 ta iblis ham har biri alohida jangovar texnika beradi. Demak, ularni hammasini birlashtirib United modni yaratishi mumkin. Va Nasht bu ishni mangada qilgan. Bu orqali u oliy iblislarga qarshi juda yaxshi jang qila olgan. Shaxsiyati haqida ham qisqacha gapiraman, chunki bu ham kuchiga ta'sir qiladi. Nasht hayoti mobaynida ikkita odam ko'rinishda yashagan. Tashqarida Morganning tabassumi va yaxshiligi, ichida o'z qorong'uligi, akasining o'limida aybdorlik hissi bilan umr o'tkazgan. Bu og'irlikni ko'targan odam jangda deyarli hech narsadan qo'rqmaydi. Nasht Ichikadan yuqorida turibdi, lekin yana ham tepadagilardan kuchsizroq albatta. 7-o'rinda Noel Silvia. Epladik, Nozel aka. Mana tavakkal rejamga ko'nganingiz uchun kattakon rahmat. Men uni 7-o'ringa qo'yapman va nima uchunligini tushuntiraman. Avval uni sayohatini eslaylik. Noel suv sehri egasi. Birinchi mavsumdagi Noel zodagonligidan faxrlanuvchi, qudratli sehr kuchiga ega edi. Ammo Noel o'z sehrini nazorat qila olmasdi va o'ziga ishonchi yo'q edi. Keyin nima bo'ldi? Qora buqalar bilan birga Noel juda qiyin vaziyatlarga tushdi. Avvalambor himoya uchun dengiz ajdar uyasi sehrini o'rgandi. Bu sehr tashqi hujumlarni o'tkazmaydi. Keyin esa dengiz ajdari hayqirig'i sehrini o'rgandi. Bu sehr Noelning eng kuchli hujum afsoni bo'lib, jangni yakunlash uchun doimo shuni ishlatadi. Biroq bu afsonni tayyorlash uchun birozgina vaqt va uni himoyalovchi sheriklar kerak.
va asosiysi bu sehrni nishonga tetkazish ham kerak. Noel zodagon bo'lgani uchun uni qonida qudratli sehr qobiliyatlari bor. Undan tashqari esa afsungar o'lim yoqasiga borganida uning sehri kuchayadi. Oqtun ko'zi va elflarga qarshi janglarda Noel ko'p marotaba ilojsiz vaziyatlarda qoldi. Shu sababdan Noel borgan sari kuchliroq bo'lib bordi. Megikulaga qarshi jang uchun u dengiz ruhi bilan birlashdi va Valkyria sovuti nomli sehrini yana ham kuchliroq qildi. Diqqat, hoziroq videoda bitta so'rovnoma o'tkazmoqchiman. Birinchi va ikkinchi rasmlarga qarang. Ikkita farq topib, kommentariyada yozib keting. Yozib bo'lgan bo'lsangiz, davom etamiz. Valkyria sovuti sehrini ishlatganida uni tanasini sovut o'rab oladi va u yuqori tezlik, jismoniy kuch, uchish qobiliyatiga ega bo'ladi. Manganing finalida esa Noel Leviathan bilan birlashdi. Leviathan degani bu dengiz ajdarhosi. U ham ruhlar kabi afsungar bilan birlasha oladi. Kuch tomonlama ham ruhlar bilan teng. Bu birlashish Noelni Silvia oilasining eng kuchli a'zosiga aylantirdi. Hattoki onasi Asierdan ham o'tib ketdi. Manga davomida Luciusga qarshi oxirgi zarbani aynan u berdi. To'g'ri, aynan uni zarbasi bilan yutishgani yo'q, lekin bu ham kichkina narsa emas. Lekin men uni 7-o'ringa qo'yapman. Merillionadan past. Nima uchun? Chunki Noel onasini A-rang yengdirib hisoblayman. Hattoki u jangda akasi Nozel va keyinchalik Merilliona ham unga biroz yordam berishdi. Ha, Asier paladin kuchiga ega edi, lekin shunga qaramay, Noel uchun bu jang og'ir bo'ldi. Merilliona esa u haqida keyingi o'rinda gapiraman. Bu qizaloqning kelajagi haqida bir narsa aytsam, Noel hali o'zini eng kuchli versiyasiga yetmagan. Lekin super muxlis kelajagiga emas, hozirgi holatiga qaraydi. Hozirgi holati esa 7-o'rinda. 6-o'rinda yirtqich ayol sher Merilliona Vermilion. Bu mutlaqo insoniyatga xos bo'lmagan kuch. O'yin tugadi. Nima bo'ldi, chiqib qo'ydingmi? Qo'lingdan kelgani shumi? Boshlanishiga bir fakt. Merilliona Clever qirolligidagi eng g'ayritabiiy mavjudot. Uni nafaqat dushmanlari, balki o'zining qirolligidagi ritsarlar ham ko'rsa qo'rquvdan shimini qo'llab qo'yishiga sal qoladi. U Qizil Arsonlar guruhini vaqtinchalik kapitani bo'lgan, lekin unga bu unvonlar, siyosat yoki zodagonlik umuman qiziq emas. Uni faqat bir narsa qiziqtiradi: kuchliroq raqiblar va jang. Hayotining katta qismini yovvoyi tabiatda, kuchli mana to'plovchi zonalarda mashq qilib o'tkazgan. Bu ayol tabiatning bir qismiga aylanib ketgan. Uning kuchi haqida gapirsak, ko'pchilik bu shunchaki olov sehri ko'p, buni nima dahshatli joyi bor deyishi mumkin. Lekin adashasiz. Merillionaning olovi oddiy olov emas. Bu sof jismoniy va ma'nali kuchning birlashgan versiyasi. Uning eng katta ustunligi mana zonani mukammal darajada nazorat qila olishi. U havodagi manani o'ziniki qilib oladi va raqibiga har qanday tomondan qochishga yo'l qo'ymaydigan zarbalar seriyasini yog'diradi. Uning jang uslubi sodda, faqat kaltaklashdan iborat. Merillionaning olovli mush texnikasi dushmanni sehrini ham, tanasini ham kuydirib, kulga aylantiradi. Uni dushman sehrini shunchaki bo'sh qo'li bilan urib parchalab tashlaganini ko'rganmisiz? Bu xuddi Dragon Ball'dagi Saiyanlarning jangovar rejimiga o'xshaydi. Manganing final arkasida Merillionani ko'rgan bo'lsangiz, u yerda umuman dahshat boshlanadi. Moris ismli paladin Merillionaning tanasini parchalab tashlaydi. Shunda u o'z tanasini va shu darajaga olib chiqadiki, uning tanasi sof olov fenomeniga aylanib ketadi. Ya'ni u endi tanasini himoya qilish uchun shunchaki sehr ishlatmayapti. U sehrning o'ziga aylanib ketdi. Bu holatda u hatto o'limni ham ortga surib, tanasi parchalansa ham jang qilishda davom eta oldi. Biroq bu ishni qilishi uchun Qizil Arslonlar bo'linmasi o'zini qurbon qildi. Keyinchalik Merilliona barcha askarlarni ham mana jangchilar sifatida sehr orqali tiriltirdi. Endi nega u Noeldan yuqorida va aynan 7-o'rinda degan savolga kelaylik. Albatta kommentariyamizda Noelni Merillionadan kuchliroq deydiganlar topiladi. Bilaman, lekin mantiqan o'ylab ko'ringlar. Noel Leviathan bilan birlashgan bo'lsa ham, tajribasiz qizcha. U o'z onasini paladin formasini A-rang akasini charg'itib turishi yordamida yengdi. Merilliona esa nima qildi? U eng oliy darajali paladin Morisga qarshi deyarli mutlaqo yolg'iz jang qildi. Moris dushmanlarini molekulyar darajada parchalab tashlaydigan dahshatli qayta tiklanish kuchiga ega edi. Merilliona esa uni prosta o'zini cheksiz olovli mushtari bilan qayta tiklanishga ulgurmasdan urib ezg'ilab tashladi. Hattoki boshqa paladinlarga qarshi jang qilishga ham yordam berib turdi. Moris uning tanasini parchalashga urinadi, lekin Merillionani jangovar ruhi va olovli tanasi buni rad etadi.
Lekin Merillionani endi tanasi yo'q. U faqatgina sehrga aylandi. U faqatgina ma'na va ruhdan iborat. Eng kuchli formasi shu, lekin bu jang tugagandan keyin uni tanasi ham, askarlar ham yo'q bo'lib ketadi. Xullas, bu yirtqich ayol meni reytingimda 6-o'rinda. Eslatib o'taman, rozi bo'lmagan joyinglar bordir. Balki Noelni yuqoriroqqa qo'yarsizlar. Prosta chiroyli bo'lgani uchun. Izohlarda o'zingizlarni top 5 taligingizni yozib qoldiring. Kim o'zini top 5 taligini tuzib, faktlar bilan tushuntirib, asoslab, kommentariyada dahshatli qilib yozib qoldirsa, uni alohida qilib Telegram kanalimda e'lon qilaman. Qani kommentariyaga marhamat. 5-o'rin uchun bitta savol beraman. Siz uchun filmdagi afsungarlarni ham reytingga kiritish mumkinmi? Men buni qilaman. 5-o'rin Konrad Leto. Demak, shuncha yildan berisa, shu yerlarni himoya qilib kelgan ekansan-de. Lumier, sen o'ylagan o'sha dunyoni men haqiqatga aylantiraman. Konrad Leto 27-afsungarlar qiroli Qora Clever filmining bosh yuvuzi. Mana endi o'yin butunlay boshqa darajaga chiqdi. Animani o'zini ko'rib filmini o'tkazib olgan aqllilar hozir hayron bo'lib kommentariyada dod solayotgan bo'lsa kerak. Super muxlis nimalar deyapsan, buni qo'shish kerak emas yoki u qanaqasiga kuchli bo'lishi mumkin. Qo'zichoqlarim, meni jon quloqlaringiz bilan yaxshilab eshiting. Konrad shunchaki qudratli afsungar emas, u Julius Novachronadan oldingi sehrgarlar qiroli bo'lgan va uning mafkurasi kuchi shunchalik xavfli bo'lgandiki, uni o'ldirishga ilojini topa olmay, uni mangu tushga mahkum qilib, muhrlab tashlashga majbur bo'lishgan. Uning kuchi nimasida va nega u Merillionadan ham tepada? Konradning shaxsiy sehr turi kalit sehri. Konrad kalitlar orqali o'zga olam eshiklarini ochadi. Bu eshiklar ortida esa har qanday narsani qulflab qo'yish mumkin. Grimoirlar, odamlar, hattoki boshqa afsungarlarni, ma'na va sehr qobiliyatlarini ham. Lekin uning eng dahshatli quroli bu milliy xazina bo'lgan Elsdokia. Talaffuz qila olmadim, shuncha o'zbekchasini aytaman. Sehrgarlar qirolining qilichi. Bu qilich barcha afsungarlar qirollarini qudratli sehr kuchi bilan to'yingan. Xullas, juda ham kuchli artefakt. Mana shu qilich yordamida Konrad nima qila oladi? U barcha afsungarlar qirollarini, sehrini, qobiliyatlarini va hatto butun boshli afsungarlar kitobi grimoirlarni shunchaki o'g'irlab oladi va o'g'irlaganda ham o'sha sehrdan xuddi o'zinikiday dahshatli darajada foydalanadi. Hattoki xohlagan qirolini tiriltirishi ham mumkin. Tasavvur qiling, Fugilion o'zini salamandrasi bilan kelsa, Konrad uni olovini shunchaki o'g'irlab, Fugilionni o'zini kuydirib tashlaydi. Noel o'zini Leviatani bilan kelsa, uning suvini o'g'irlaydi. Hattoki hech qanday tayyorgarliksiz raqibini eng kuchli afsunlarini o'ziga qarshi ishlatishi bu shunchaki makkorlik emas. Bu mutlaq ustunlik. Chunki u bir vaqtning o'zida kamida 100 ta 200 ta sehrlarni ishlatadi. Bir soniyada ham olov, ham muz, ham tosh va to'siq sehrlarini aralashtirib, butun boshli qirollik armiyasini o'yinchoq qilib tashlaydi. Uning dahshatli, halokatli afsoni butun Clever qirolligini bir necha daqiqada yer yuzi bilan bitta qilib yuborishi mumkin. Filmning finalida esa u butun dunyodagi barcha sehr turlariga ega bo'ldi va bu qudrat bilan dunyoni qayta qurib, yaxshiroq qilishga kuchi yetardi. Biroq anti-sehr va barcha afsungar ritsarlar, afsungar qirollarining qudratini birlashtirib, qirollar qilichi yordamida uni asta yengdi. 4-o'rinda Yami Sukihiro. Hozir va shu yerda o'z chegaramni buzaman. O'z bo'limim oldida yutqazsam. Qanaqangi kapitan bo'ldim. Zulmat sehri. O'lim zarbasi. Agar Merilliona yirtqich hayvon bo'lsa, Yami o'sha hayvonlarni bo'ysundiradigan yagona odam. Avvalambor uni o'tmishi dahshatli. U Clever qirolligidan emas. U ham xuddi singlisi Ichika kabi Yaponiya, quyosh mamlakatidan kelib qolgan. Clever qirolligidagilar uni kelgindi deb kamsitishganda, Julius uni ichidagi dahshatli potensialni ko'rib o'z qanoti ostiga olgan. Yamini tarixi haqida alohida video qilganman. Bu videodan keyin uni ham ko'rishingiz mumkin. Yamining tashrif qog'ozi uning doimiy sigaret chekishi va har ikki gapini birida "Hozir shu yerda o'z chegarangni buzasizlar. Bo'lmasa hammangni tinchtaman" deydigan jahldor xarakteri. Lekin aynan mana shu gap qora buqalarni qirollikdagi eng zaif guruhdan eng kuchlisiga aylantirdi. Endi uni kuchiga o'tamiz. Va mana shu yerda Yami nima uchun Merillionadan yuqori ekanligi ma'lum bo'ladi. Yamining sehri zulmat sehri.
bu dunyodagi eng kamyob sehr turlaridan biri. Lekin Yami o'zining yaponcha samuraylik mahorati va katanasi yordamida bu sehrdan mutlaq boshqacha foydalanadi. U zulmatni katanasiga singdirib, uni ham sehrli artefakt sifatida ishlatadi. Katana orqali zulmat energiyali kesuvchi zarbalar ota oladi. Zarbalarni yuta oladigan zulmat devori bilan himoya gumbazini yaratadi. Atrofdagi tabiat ma'nosini zichlashtirib, zulmat bilan qoplab, zambarak kabi o'q ota oladi. Ma'na zonasi va ma'na qoplamasidan foydalana oladi va bu narsani Meriliona bilan bo'lgan mashqlarda o'rgangan. Shu mashq davomida qanday qilib bilmayman-u, havoda yugurish qobiliyatini ham o'rgandi. Agar o'rganmaganda Meriliona uni tinchitishi mumkin edi-da. Undan tashqari xuddi singlisi Ichika Yami kabi zulmatdan qora tuynuk yaratishi mumkin. Yamining eng kuchli qobiliyati esa bo'shliqni kesish texnikasi. Bu shunchaki dushmanga zarba berish emas, bu fazoni, makonni kesish. Kimdir jodugarlar jangida Sukuna Gojoni yengish uchun ishlatgan dunyoni kesuvchi zarbani eslagan bo'lsa, ha, bu aynan shunday kesish texnikasi. Ya'ni dushmanning himoyasini qanchalik kuchli bo'lmasin, u hatto fazoni o'zini kesib o'tadigan zarbani beradi. Tush olamini yaratadigan Dorite esizdami? Yami hatto shu olamni ham kesib tashlagan va sehrini buzgan. Kachok kapitanning yana bir ustunligi, u ham kiydan foydalana oladi va bu orqali sezgirligi ancha oshadi. Ammo yoshligida quyosh yurtidan ketgani uchun Zetten texnikasini o'rganmagan. Manganing finalida esa do'zaxda o'zi boshlanadi. Sukihiro o'z klanini kuch-qudrat beruvchi dorisini ichadi. Bu xuddi Naruto animesidagi ninjalarda chakrasini kuchaytiruvchi doriga o'xshash. Dorini ichishi bilan Sukihiro o'lay deb yotgan holatidan jangga tayyor va kuchliroq bo'lgan maxluqqa aylandi. Bu versiyasida u shoxlar va qanotlar o'stirib, zulmat bosgan iblisga o'xshab qoladi. Ammo bu Yamining eng kuchli versiyasi ham emas. To'satdan Adramilach ismli iblis odamlarga yordam berishga qiziqib qoladi. Yami bilan birlashadi va shunda Yami iblis kuchiga ham ega bo'lib, haqiqiy iblis xudosiga aylanadi. Bu versiyasi bilan Yami bemalol ancha-muncha iblislarni ham, afsungarlarni ham yenga oladi. Aytgancha, bo'lajak studentman. Shu uchun video ostidagi havolaga bosib, tirikchilik.uz saytiga kirib, kanalga xohishingiz summani donat qilishingiz mumkin. Aslida o'zicha krutoy heroylar menga umuman yoqmaydi, lekin 3-o'rin Yuno Greenberryal. Ular qorovchilik yoki unga o'xshash kimdir bo'lsa kerak. E'tiborsizlik men. Men oltin tong bo'linmasini vitse kapitaniman. Shahzoda Yuno. Mangani finalida Yuno shunday darajaga chiqdiki, hozir u nafaqat eng kuchli kapitanlardan, balki o'tmishdagi barcha sehrgarlar qirollardan ham o'tib ketdi. Undagi dahshatli potensialni hatto Julius Novachrona ham orzu qilmagan. Nega u 5 yoki 4-o'rindagilardan dahshatliroq darajada baland? Chunki ko'pchilik afsungarlarni bitta yoki ikkita ustunligi bo'ladi. Misol uchun Noelda aslzodalar qoni bor va uni kuchaytirgan. Meriliona uzoq yillar yovvoyi tabiatda yashab, ma'na boshqaruvini o'rgangan. Yunoda esa ikkita grimoire bor. Birinchisi Clever qirolligida 4 bargli sirri bo'lgan shamol sehri, ikkita sehr turi, qirollar qoni, elflarning reinkarnatsiyasi, xavfli vaziyatlarda kuchayotgan sehrlar, shamol ruhi va yana eshakning kallasiday aura farim bor. Yunoda shamol va yulduz sehri bor. Bu degani grimoire ham ikkita. Hattoki ulardan biri 4 yaproqli grimoire. Bu omad va qudrat belgisi. Animeda Yunodan boshqa hech kimda tug'ma ikkita grimoire bo'lmagan. Yuno ichida elf paydo bo'lgan esizdami? Bu elflar sardori Lixning o'g'li edi. Shu voqeadan keyin elflarda sehr kuchi va ma'na qoldiqlari ham Yuno tanasida qoladi. Shamol ruhi bilan birlashish esa unga nafaqat ruhni shamol qudrati, tezligi, ma'nasidan foydalanish, balki birlashgan vaqtda ruhning ongi, tajribasi, sezgirligini ham beradi. Bularning hammasi ajoyib, lekin manganing oxirgi arkalarida Yuno nima qildi? U vaqt kamerasida 1 yillik mashg'ulotni bir necha kunda tugatib, mukammal Spirit 2 inglizchani tushunasizlar, formasini ochdi. Lekin bu hali holva. U o'zining yulduz sehrini ishlatib, dahshatli yulduzlar tarmog'ini yaratadi va ular o'rtasida sekundiga million marta teleportatsiya qila oladi. Uning tezligi deyarli yorug'lik tezligiga teng. Bu tezlik bilan hattoki kelajakni ko'rishga ham chap bera oladi. Lekin uning eng qiyqiriq ssenariy qonuniyatlarini parchalab tashlagan kuchi bu Neverland afsonidir. Bu afson nima qiladi? Yuno atrofida shunday xavfsiz zona yaratadiki, uning ichida vaqt va ma'na butunlay to'xtaydi. Dunyodagi eng qudratli dushman Lucius Zogratisni vaqt tezlashtiradigan, odamlarni qaritib yo'q qiladigan vaqt sehrini
Yuno o'zining mana shu Neverland afsoni bilan shunchaki bloklab, parchalab tashlaydi. Bu zonaning ichida dushmanlarning sehri keskin kuchsizlanadi. Yunoning ittifoqchilari esa aksincha dahshatli darajada kuchayadi. Boyaga Konrad o'zini imperator qilichi bilan Yunoni oldiga kelsa, uning o'g'irlagan hamma sehrlari Neverland ichida shunchaki o'chib qoladi. Yuno uni teleportatsiya orqali 1 soniyada shamol qilichi bilan ikkiga bo'lib tashlaydi. Yana bitta qo'shimcha, final jangida Asta Yunoga o'zini anti-sehrni ham biroz miqdorda berdi. Bu degani haqiqiy imba bo'ldi. Bu holatda Yuno 4-5 ta Luciusga qarshi bir o'zi jang qiladi va bir vaqt Neverland orqali butun qirollikni himoya qilgan. Xullas, Yuno potensial jihatdan tengsiz, mehnat ham qilgan, jangda strategiya bilan ham jang qiladi, tezkor, ma'nasi ko'p. Xullas, 3-o'rin. Davom etamiz. Va nihoyat 2-o'rin. Asta. Holi taslim bo'lmadim. Men sehrim shundaki. Men hech qachon taslim bo'lmayman. Agar bilsang, juda ham qaysar odamman. Qaror qildimmi, jonimni xatarga qo'yib bo'lsa ham bajaraman. Men emas, sen taslim bo'lishing kerak. Demak, meni tushunibsan, Asta. Taslim bo'lmaslik, bu meni sehrim. Uni qobiliyatlari haqida gapirishimdan oldin bitta cringe prikolim bor. Shuni animeni ko'rganimdan beri kimgadir aytgim keladi. Mana shuni aytib bermoqchiman. Geroyning ismi Asta-ku. O'zi Astani kuchi haqida gapirishni umuman keragi yo'q. Chunki baribir bosh qahramon, butun anime u haqida va uning kuchlarini ko'rsatishadi. Asosiysi esa uni anti-sehri bor. Barcha sehrlarning dushmani o'chirg'ichi. Xo'sh, qora qilichni topib olgan yetim bola qanday qilib dunyoni cho'ktirdi? Sabab bitta. Astani o'yay egizagi iblis do'sti bor. Uning sehri anti-sehr. Astada esa o'zining sehri yo'q. Shu sababdan ularning ikkalasi juda ideal sheriklarga aylanishgan. Hozircha esa o'zining eng kuchli iblis versiyasida atiga 5 daqiqa ushlab tura oladi. Bu holatda uning jismoniy kuchi ham fantastik darajaga oshadi. Uchish tezligi ham yorug'lik darajasida emas, ammo tezroq bo'ladi. Astani anti-sehrini plazmaga aylantirib, qilich orqali otishi mumkin. Bu ham boshqalar sehr bilan bergan zarbalarni o'chiradi. Aytgancha, aslida 4 ta qilich bor. Iblis qotili qilichi sehrni o'chiradi va qaytaradi. Iblis yashovchi qilich sehrni o'chiradi va anti-sehrni ota oladi. Iblis yashovchi qilich sehrni o'chiradi va sehrning o'zini o'zi ichiga saqlab, qaytarib otishi mumkin. Iblis katanasi esa faqat sehrni o'chirish uchun ishlaydi. Lekin hammasidan ham ko'ra krutoyroq ko'rinadi. Bu orqali Asta ham qilich ustiga o'tirib uchish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ammo uchishni xohlasa, shunchaki iblis kuchini ishlatib, qanotlarga ega bo'lishi mumkin. Aql va strategiya borasida esa Asta 0. Naruto ham aslida kallasi bo'sh bo'lsa ham, otasini qonidan o'tganmi bilmayman. Jang vaqtida IQsi birdan ko'tarilib ketadi. Ammo Asta umuman taktika, ayyorlik bilan emas, faqat taslim bo'lmaslik bilan dushmanlarni yengadi. Biroq sezgirlik borasida Yami va Ichika bilan teng yoki ulardan yuqoriroq darajada. Chunki aslida ma'na sezgisi yo'q. Shu uchun ham Kini qolganlardan yaxshiroq seza oladi. Undan tashqari Ki va anti-sehrni birlashtirib, Zdan mashg'ulotlarini o'tkazgan. Bu trenirovkadan keyin Kachok Pakana shuni o'rgandiki, anti-sehrni boshqalarga ham berish mumkin. Bu orqali Astani asosiy ustunligi endi ittifoqchilari ham bor. Narutoga qarshi Sasuke. Dekuga qarshi Katsuki bo'lgani kabi, bu animeda ham Yuno va Asta raqib bo'lib harakat qilishgan. Ssenariy yozayotganimda men Yunoni 2-o'ringa qo'yaman deb o'ylagandim. Lekin chuqurroq o'ylab qarasam, anti-sehr Astaga biz o'ylagandan ko'ra ko'proq ustunlik berar ekan. Chidamlilik borasida ham Astani ancha yuqoriroq darajada deb o'ylayman. Qolaversa, ularning ikkalasi manga oxirida jang qilishganida ham Asta yutib chiqqan. Nog'oralar sadosi ostida e'lon qilaman. Shundoq ham hamma bilsa kerak. 1-o'rin Lucius Zagradis. Qo'limni qoningga botirib yozdim nomingga xotira, tanangni har tomon otaman, bu boringga xotima ketdim. Nega u 1-o'rinda va nega u Astadan ham kuchli? Yaxshilab sananglar, bu maxluqda nechta grimoire va nechta sehr borligini. Ruh sehri insonning yoki iblisning tanasiga bir marta tegishi bilan uning xohish irodasini boshqara oladi. Vaqt sehri yer osti dunyosidagi eng kuchli 3 ta iblisdan biri bo'lgan Astrod bilan shartnoma orqali
Lucius vaqt sehridan foydalana oladi. Bu sehr kelajakni ko'rish, odamlarni qaritish, qotirib qo'yish, teleportatsiya qilish va yana ko'plab vaqt bilan bog'liq kuchlarni beradi. Tana sehri, qon sehri va suyak sehri o'zining tug'ishgan aka-ukalarining sehrini so'rib olgan. Bu degani, uning tanasi cheksiz regeneratsiyaga ega. Uni jismonan parchalab tashlasangiz ham 1 soniyada qayta tiklanadi. Yoki o'zini yangi tanasini yasab, ko'plab nusxalar yarata oladi. Ularning barchasining kuchi deyarli teng bo'ladi. Lekin uning eng dahshatli, mantiqqa tupurgan kuchi Oliy iblis Lucifugus va dunyodagi barcha iblislarning xo'jayini bo'lgan Luciferning yuraklarini yeb, ularni mutlaq qudratini o'ziniki qilib olgani. Luciferning kuchi aqlga sig'maydigan darajada, chunki u prosta yer yuzasiga chiqdi. Hali jang qilgani yo'q. Prosta chiqqanining o'ziga kapitanlardan boshqa hamma tortish kuchi bilan yerga tiz cho'kdi. Kapitanlarning bor kuchi bilan qilgan hujumlarini pashshani haydagandek haydab bordi. Bu hali uni 50% kuchi ham emasdi. Aynan mana shu qudratni Lucius o'ziga olgan. Ammo Lucius faqat singlisi, ukalari va 3 ta iblisning kuchini o'ziga o'tkazib olmagan. Ruh sehri orqali o'lgan afsungarlarning ruhini qaytaradi. Bu ruhlarga tana, suyak va qon sehri orqali jasad yaratib, ularni tanaga kirgizadi. Bu orqali o'z paladinlar qo'shinini Asier Silvia, Morgan kabi kuchli afsungarlarni qo'shdi. Yana bir fakt, ruh sehri orqali Lucius barcha paladinlar bilan bog'lanib turadi. Bu degani ularni sehr turini o'zi ham ishlatishi yoki boshqa paladinga berishi mumkin. Konrad ham barcha sehrlardan foydalana oladi, ammo uni kamchiligi u tajriba, ong, sezgirlik va son jihatdan yutqizadi. Lucius esa o'tmishni, kelajakni ko'radi, teleportatsiya qila oladi, bir tegishi bilan xohlagan odamini qaritib yo'q qilishi mumkin. Bitta iblisni va barcha paladinlarning ongini, bilimlarini ishlatadi. Asosiysi u yolg'iz emas. Unda har bittasi o'rtacha darajadagi kapitanga teng kuchi bor bo'lgan qo'shini bor. Lekin faqat bitta kamchiligi anti-sehr. Anti-sehrni ko'chirib olib bo'lmaydi. Uni egasini ongini boshqarib bo'lmaydi. Anti-sehri bor odamni kelajagini ham ko'rib bo'lmaydi. Faqat mana shu sabab bilan Lucius yutqazdi. Luciusni bir tanadagi egizak ukasi Julius ham jangning oxirida tanani egallab oldi. Lekin bu anti-sehrni yordami bilan bo'lsa kerak. Aytgancha, aslida men Julius ham alohida sehrgar sifatida 4-o'ringa qo'ymoqchi edim. Lekin Julius bilan ularning egizak ekanligi va sehri ham yo'qligini va hokazo sabablarni ssenariy yozayotganimda bilib qoldim, shuning uchun ham chopib yubordim. Demak, meni topimda 10-o'rin William Vengeance, 9-o'rin Ichika Yami, 8-o'rin Nacht Favas, 7-o'rin Noel Silvia, 6-o'rin Meriliona Vermilion, 5-o'rin Konrad Leto, 4-o'rin Yami Sukihiro, 3-o'rin Yuno Greenberial, 2-o'rin Asta, 1-o'rin Lucius Zagradis. Tepada aytganimday, rozi bo'lmagan joylaringiz bo'lsa, balki Yamini yuqoriroqqa qo'ymoqchi bo'lsangiz, balki Konradni tepib chiqarmoqchi bo'lsangiz, izohlarda o'zingizning top 5 taligingizni yozib qoldiring. Kim o'zini top 5 taligini tuzib, faktlar bilan tushuntirib, asoslab kommentariyada yozib qoldirsa, uni alohida qilib Telegram kanalimda e'lon qilaman. Agar elflar, iblislar uchun ham top 10 talik reyting qilishni xohlasangiz, kanalimizga 10 ming dona obunachi to'plab berishingizni so'rayman. Demak, hoziroq like bosing, video chiqqandan keyin birinchi sizga aytishim uchun obuna bo'ling. Ekraningizdagi videoni ham tomosha qiling. Unda men jodugarlar jangidagi eng kuchli texnikalarda reytingini tuzganman.